Gentramiz 60 oyga 6,5 million so'mdan tushadi. Ayo, Gentra bo'lmaydi. Unda Nexia'miz bor, Cobalt'imiz bor, Tracker'imiz bor. Qaysi biri sizga ma'qul kelsa tanlashingiz mumkin. Bo'lmasa, shu Cobalt yaxshi. Necha pul chiqadi oylik to'lov? Cobalt'larimiz 60 oyga 5,5 million so'mdan tushadi. Ha, oyiga 5,5 milliondan chiqsa, kuniga 300 mingdan topsam, to'laverar ekanman. Bo'ldi, Cobalt olaman. Juda yaxshi. Unda yuring ofisga birga rasmiylashtiramiz. Aka, mashinam to'lov keladi. Pulingiz bormidi? Berib tura olasizmi? Qanaqa mashina, qanaqa to'lov? Taksistlik qilaman deb kreditga Cobalt oldim. Bu oyligini to'la olmadim. Pulingiz bo'lsa berib turing. Endi men maslahatlashmasdan olding. Men ham bekor yurmay deb oldim-da, berib turing. Ha, bo'pti, hozir kartangga tashlayman. Necha pul tashlab yuboray? 400 dollar. Xo'p. Aka, pulingiz bo'lsa 600 dollar berib turing. Bitta inomarkani orqasidan urib oldim. O'shani tuzatib berishim kerak. Nima? Qatga qarab haydayapsan mashinani? Ha, kutilmaganda bo'lib qoldi aka, o'zim ham bilmay qoldim. Tezda bo'lib ketdi. Yomon dardisa bo'lding, mana shu mashinani olib menga. Menda pulim yo'q, sheringlarda bo'lsa hozir kartingga tashlab yuboraman. Xo'p aka, tezlashtirib bering. Usta qarab turibdi. Sunnatulloh, kartingizda 600 dollar pul bor edi. Ha, bor, nimaga edi? Ko'rmaysizmi ekan, bitta mashinani orqasidan uryapti, o'shani tuzatib berish kerak ekan. 600 dollar tashlab berib turing, men oyligim chiqishi bilan sizga qilib beraman. Ha, bo'ldi, kartani ayting. 1584. Qanaqa programmani tashlaysiz? Anjir Pay deganmi? Ha, Anjir Pay. Bundan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga pul o'tkazsa bo'lar ekan. O'zbekistondagi Uzcard, Humo, Visa kartalariga Rossiyadan pul tashlaverasiz. Temorli 24-maydan 24-iyungacha aksiya ketyapti ekan. Qanaqa ekan aksiyasi? Telefonlar yomg'iri degan mega aksiya o'tkazilyapti. Ikki xil yo'nalishda bo'lyapti. Birinchi yo'nalish omadli o'tkazma ekan. O'zbekistonga pul jo'natib, omadli o'tkazmaga tushib qolsang, Samsung yutib olasan ekan. Ikkinchi yo'nalish referal marafon. Do'stlarni Anjir Payga taklif qilsang, iPhone yoki Galaxy telefonni yutib olishing mumkin. Men hozir 3-o'rinda ketyapman. Yana 5-6 ta odam taklif qilib, birinchi o'ringa chiqib olsam, iPhone yutib olaman. Ha, unda meni ham taklif qiling, sizga bonus bo'ladi. Bo'ldi aka, plyus tushdi. Hozir sizni ham taklif qilib yuboraman. Bo'ldi, tashlang. Bekzod, menga qara, mashina olib chiqib sotdi, qutul mana shu mashinadan. Rossiyada shuni to'lov uchun ishlar yuribmanmi? Har oy mendan pul so'raysan? Ha aka, kecha mashinani bozorga olib chiqdim sotaman deb 10,500 qilishdi. 10,500 olib mashinamni olib boraman desam, yana 16,000 qarz bo'lib qolar ekanman. Nimaga? Yana 16,000 dollar qarz bo'lasan? Ha, 0 dan 60 oyga bo'lib to'lashga olganman u. 60 oyga olganmiding mol? Bilganing qil, mendan pul so'rama, xo'pmi? Mol 60 oyga olibdi kreditga. Qayerdan oldim shu mashinani?